2025-yili birinchi chiroyli burni bizda va davom etamiz. Brilliantni yasagandek yasadingda. Yuvelirniy работа deydi. Bu jamoaviy ish, bir necha shifokorlar bilan birgalikda. Burun beli keng edi va ustida garbinka bor edi va burun uchi pastga qaragan. Va qanotlari ham kattaroq edi. Demak, biz garbinkani olib, belini toraytirdik va burunning uchki qismini biroz ko'tarib, qanotlar olib, mana shunaqa chiroyli, go'zal holatga keldi. Kayfiyat qanaqa, yaxshimi? Voy, kayfiyat dahshat. O'zi yaxshi pozitivda keldi. Men xalotinglarni o'zida his qildimda, chiroyli bo'lyapti. Buni ko'rib, вообще shok tushib qoldim. Bu boshlanishi, bu boshlanishi xolos. O'zingiz ham yaxshi insonsiz. Kayfiyatga qarabdi hamma narsa. Yaxshi insonning ishi ham, yechimi ham osonroq bo'ladi. Men yana bir fursatdan foydalanib aytmoqchiman, bu klinikalar o'zi chiroyli. Xodimlari, direktorlari, hamshiralari, hamma xodimlar chiroyli. Men mana shu yerga kelib, shunaqa muomalani ko'rdim. Mana operatsiyadan chiqdim. Shunaqa muomala qilishdi, men как будто komfortda yashadim. Rahmat, rahmat. Aureli ham zo'r. Xodimlar ham chiroyli, o'zinglar ham chiroyli. Rahmat. Muomalalar ham chiroyli. O'shaning uchun ham hamma sizlarga bilmayman, men hammaga o'zim uchun maqtash emas, ichimdan aytdim. Rahmat. Maza qildim shu. Bu e'tirof biz uchun katta mas'uliyat.